Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, xushqo'zlari. Xudo xolasa mana videomiz sezon ham boshlandi. Ko'rib turganlaringdek ilashni boshlaganmiz. Mana tayyor. Olib chiqib qo'ygan mana videomizlarimiz. Mana namligi ham bir me'yorda ko'rishlari mumkin. Mana chiroyli qilib apparatda xudo xolasa mana ilash boshladik. Mana qop-qora, qora tuproq. Mana sifatiga baho berasizlar. 0.5 standart setkada o'tkazyapmiz. Mana ko'rishlari mumkin. Setkada o'tgan holat. Begomimiz 10% namligi bor, mana 10%, 15%. Juda ham ideal holatda ko'rishlari mumkin. Chiroyli qilib ilab o'tkazib, mana qoplab qo'yapmiz. Xudo xolasa mana shu tayyor begomimiz bir 15 tonna atrofida chiqadi, xudo xolasa. Yana boshqa obyektlarimiz bor. Xolasa kelishilgan holda yetkazib beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Begomizlarimizning narxi xudo xolasa mana 1 kilosi 1700 so'mdan tonnaga oz-moz kelishamiz. Aloqaga chiqaversa nomerlar qo'yib qo'yamiz. Mana sifati o'ta ham ideal holatda. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'ling.